Obunachilar sariq bilan o'ch ikki dona savdo bo'lyapti. Hammasi bir joyda savdo bo'lyapti. Hammasi bir joyda savdo bo'lyapti. Savdo qizg'in obunachilar. Ota-onamiz Buxorodan kelishgan. Ular o'zimizning qishloqdan bular. Bag'lada ham qo'y siro. O akalar Buxorodan kelib savdo qilishyapti. To'g'ri, salom yo'llab qo'ying obunachilarga. Buxorodanmisiz? Savdo qizg'in mana. Hammasi naq bo'g'oz, bitta ona bolasi bor. Shu ona bola ikkovi. Bolasi qo'chqor. Ko'chat. Bolani qaranglar, simpatika bergan. Nech puldan savdo bo'lyapti Ilhom aka? 7,5 million so'mdan savdo bo'lyapti. Hammasi bir joyga. YouTube'ga olyapman, tog'a, YouTube'ga. Savdo qizg'in. Hammasi bir joyga. 7,5 million so'mdan savdo qilishyapti, hammasini. Boylari 85 plus, yoshlari 6 tish, 8 tishi bor bitta ikkita. Soni 15 dona. Tozasi mana qo'ylar. Biz 6 tushni boshlagan. Ona bola ham ichida savdo bo'lyapti. O'zimizning qishloqdoshlar ham mana kelib ko'rib tanlashyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Qatag'on qishlog'idan Isroil akamiz qo'y fermasiga yetib keldik. Qo'ylarda haqiqiy velikani kelibdi mana. 4 tish, 6 tish. Bitta ikkita 8 tish ham bor. Qo'ylar hammasi naq bo'g'oz. Velikan, haqiqiy yemini yeb turgan, oldi o'zi. Mana, xudo xolasa Tug'ishni boshlabdi. tug'ishni boshladi. Ko'ringlar. Akalar, bittadan like bosib, poddeshka qilib turinglar. Inshaalloh, mana qo'chqorlar. Hozir tupdi buni. Bash qo'yimiz yaqinda. Voy, ehtiyot bu. Kelverlar. Qo'ylar ko'ringlar akalar. Vahsh udori. Klasi ham bordir bir yuzda ustida aka, qo'ylar lekin o'ta badani kelaveradi bular. Taroziga bosaveradi, xudo xolasa lekin o'lchab u hali qilib kilaga sotilmaydi bular. Bo'g'oz suvli. Xudo xolasa mana tug'ib bo'ldi, oldi tug'ishni boshladi. o'zi Ular ham 2 kun, 3 kun, xudo xolasa 2-3 kunda ponni qo'ylar tug'ib bo'ladi. bir haftaga bormas ekanda. Hammasini yelini bor. Akalar ko'ringlar. Like maqlab turinglar. Bundan keyin mana yaxshi kontentlarni sizlar uchun izlanib qilishni davom etamiz. Qo'ylar lekin zo'r. Qo'ylar haqiqatan zo'r. Tan olish kerak. Ay sarig'i ham hozir arbog'i yarim soat, 1 soatda tug'adi qo'yadi. Sarig'am o'zi soatli qopda, soatli. O'ylardi o'zi kuni qoldi-da. Kuni shunaqa. Kuni qopdi. 9 kunga berganda 9 kuni qoldi mashina. Ko'ringlar akalar lekin. Bularni lekin qo'ylar olsin, maza qilishib. Iloji bo'lsa bir yerga olsin, imkon bo'lsa bir yerga olsin. Qo'ylarni holati ham, sifati ham o'zi ham zo'rmas. Buni savdosini ham kecha mana qilishdi akalarimiz kelib. Ha. Endi aka buni bo'ylarini necha santimetrga beramiz? Soni nechta? 80-85 ga olishaversin. 80-85. Ha, 90 bo'lsa ham o'sha 85 gacha ketaveradi. 85 plus minus, ha? Minus yo'q-ku? Bu bo'g'oz qo'y. Qorinda bor, pastga tortadi. Bu material emas. Shunaqa. Cho'sak o'sib qolaveradigan, bossa enkib, pastga qoladigan emas qo'yda. Akalar ko'ringlar, hozir tuvibdi mana mana shu o'zini. Mana shu qo'yimiz hozir tuvibdi mana. Simjulligiga e'tibor beringlar. Qo'ylar zo'r. Davg'oni ham bor ekan mana. Hammasi yelin tashab. Nah bo'g'ozdan izlab yurgan obunachilarga tavsiya qilib qolamiz. Qo'ylar lekin vaqt udor. Soni nechta Sirayl aka?
Son 18 ta. Soni 18 dona. Yoshlari qanaqa aka? Yoshlari 8 ta, 4 kishi ham bor. 4 kishi ham bor. 4 ish, 6 ish, Asosan 8 ish. qoringa olish bo'lsin, lekin qo'ylarni o'qqa qolsa bundan keyin 4 ta zo'r bo'ladi olish. Aka, xudo xolasa tug'ib yurgan qo'y mana. Hop. Qo'zini ham siz qiynamaydi haligi. Qiynamaydi. Birinchi tumsoq emas, xullas. Qo'ygan qo'ylar-da bular. Tug'ib yurgan qo'ylar. Buni endi aka narxi necha puldan hammasini bir joyga aka? Sirayl aka? Xolasa, uni savdo qilishgan videosi ham borasiz. Bor. Savdo qilishayotgan videosini ham qo'yib berasiz. Hop, kelishtirib agar bir yerga olamiz desa 8 million 500 dan dastavka qilib yetkazib beramiz. 8 million 500 ming so'mdan kami bormi axir aka? Bor, kami bor. Biz aytganimiz bo'lmagan shu paytgacha. Buni ona bolalar bor-ku. Ona bolalar ham jekpot ketaveradi. Ona bolalar ham ichida. Nechtasi qo'chqar, nechtasi o'g'il ko'rdingizmi? Ko'rdim, 3 ta qo'chqor, bitta sovliq ekan. 3 ta qo'chqar, bitta sovliq. Shunda 4 ta bo'ladimi? 4 ta bolalisi. 4 ta bolalisi bor. Mana qo'zlar lekin zo'r tushganda obunachilar. Sen yaqinda tug'ibdi. 8,5 dan o'tamizmi Sirayl aka? O'tamiz. Telefon qilib. Aka arzonroq qilib bersangiz, aka tezroq aylanish yaxshi bo'ladi aka. Xudo xolasa o'zi ozginadan narxlanamiz. Xudo xolasa bir yerga yetyapti-ani, telefon qilib bir yerga olamiz. Kelishamiz aka. Bularni keng mana video davomida aytib qo'y, bir yerga olishsin 8 million 300 dan olishsin. 8 million 300 ming. Keyin Keyin o'sha 300 mingga nima bor? Aka 8 dan ketaversa, ena bolasi ham ichida. 8 million 300 Aka yangi ochilgan kanal aka, bir arzonroq qo'yib bering obunachilarga. 8 million 200 dan olishsin. Bo'ldi 8 milliondan aka. 8 million 200 dan olishaversin. 8 milliondan ketdi aka hammasini bir joyga. Obunachidan sursam bo'ladi. Xursand bo'lishadi aka. Tanlab olishga plus minusi bo'ladi-a? Bor, plus minusi ham bor. Plus minusi bor. 8 million so'mdan bir joyga olamiz degan obunachilarga mana kami bor yana. Yana o'tib berasiz? Hammasini oldim deysiz o'tib beraman. Hammasini. Xayriga xudo xolasa yo'li bor. O'tib beraman. Yo'li bor. Magazin emas, xudo xolasa. O'tib berishamiz. Siraylab, misol, oborib dastavkalari bor-a? Dastavkasi bor. Yezmoq, ichmog'iga bir hafta kafolati bor. Sinab olishaveradi. Sinovdan o'tgan xudo xolasa emas-a? Dastavkasi qayergacha? Samarqand. Samarqandgacha. Bitta ikkita olsalaring ham telefon qilaveringlar. Dastavkasi bor, bemalol. Samarqanddan u yoqqa kelishlar, xudo xolasa, kelishtirib, ag'a ham olib beradilar ekamiz. Bittadan like deb bosib turinglar. Telefon qilsin bo'ldi. Qo'y ko'p. Qo'rlar ko'p. Video orqasidan ham ancha qo'y sotamiz-da. Xudo xolasa telefon qilib, "Uka, menga 6 millionlik qo'y kerak" desa ham bor. 7,5ligi ham bor, 7 millionligi ham bor. Boshqa ona bola qo'ylarimiz, egiz tuqqan ona bolalarimiz ham bor. Xudo xolasa mana shu videoni qo'ying. Bundan keyin telefon qilib, "Menga egisak tuqqan qo'y kerak, ona bola qo'y kerak" desa, adinlardan qilib Telegramdan tashab, hamma haligisini beraman. Xullas aka pulga yarasha bor. Pulga yarasha bor. Qanaqa qo'y so'rasa bor, xudo xolasa. Bemalol akamizga telefon qilib aloqaga chiqishi mumkin obunachilar. Turidan bor. Xullas bitta bu qo'ymas. Bugunga shu bir partiya xolos. Hop, holatiga qarab, liboy turidan sizni ko'nglingiz yoqadigan qo'yni qilib berishadi. Qo'rada ham to'la bu. Sariqlardan ham bor mana. Chiqadi xolos. U tomonda sariq, qora hammasidan bor. Egiz tuqqani liboydan bor. Telefon qilgan odam o'zi qo'y so'ragan odam bola qoladi. Xudo xolasa bitta qo'yli qilaman. Endi qo'y bormi degan odam bitta qo'yli olaman menga. Telefon qilib. Aloqaga chiqishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar akalar.